Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana navbatdagi litnik ko'hnamiz ham tayyor bo'ldi. Bu litnik ko'hnamizni kafelari bilan terib berdik. Mana bu tarafga 60 litrli qozon va bunisi 30 litrli qozon va yoniga gaz plita o'rnatib berdik. Tag qismlariga idish qo'yish uchun albatta. Va yana davr metal eshiklarni qo'yib berdik. Ochilishlari juda ajoyib, o'ta yoqib ko'rganmiz albatta. Hamyonbop litnik ko'hna bo'ldi bu ishimiz. Murojaat uchun telefon raqamini qoldiraman. Qo'ng'iroq qilinglar, albatta sifatli xizmat ko'rsatamiz.